Do'stlar, sizlarga zo'r joy topib qo'ydim. Manzil Ismoiljon klinikasidan kelganingizda mana shu hovli umumiy uzunligi 36 metrni tashkil qiladi. Mana bu tomonda o'zlarining chiroyli archalarini ekib qo'yishgan. Hozir hovliga kirib, har bitta xonalarni sizlarga ko'rsatib, arzoni ko'rsatib o'taman. Biz hovliga kirganda o'ng tomonimizda 3 ta отдельный uy bor. Bu chap tomonda yana bitta uy bor. Xo'p, do'stlar, mana o'zining chiroyli fontanlari, o'tiradigan besedkalari qilingan letniy. Hozir bu xonaga kiramiz, keyin bunisiga, undan keyin bu xonaga kiramiz. Har bittasini alohida obzor qilib ko'rsatib o'taman. Bu xonaga kirganda mana chiroyli hovli, o'zini ukologlar qo'yilgan, televizori bor. Ha, bu chap tomonimizdagi xona mehmonxona. Chiroyli qilib remontlari o'ta yaxshi qilingan uy ekan. Xonalarga radiatorlar qo'yilgan. Bu xonamiz spalni. Uy egalari ko'rpa to'shaklarni olib chiqib ketishar ekan, qolgan mebellari qoladi. Ya'ni o'zlarining batafsil telefon qilib gaplashishlari mumkin. Hop, bu tomonimizda sanuzeli mana. Sanuzellari ham yaxshi remont holatda turibdi. Bu ikkinchi spalnimiz. Spalni ham o'ziga yarasha did bilan qilingan uyimiz. Do'stlar, kimga shunaqa uylar kerak bo'lsa, bemalol like bosib do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Mana yana bitta отдельный yotoqxonasi bor ekan, buni ham detskiy xona qilib qo'ysalar ham bo'laveradi. Mana do'stlar, yana bitta mehmonxonamiz. Bu eshikdan darvozadan kirgandagi xonamiz. Balki mehmonlar kelganda bemalol kuzatib shu yerda jo'natib olishlari mumkin do'stlar. O'ta hamma yo'g'i did bilan qilingan hovli uyimiz do'stlar. Bu xonamiz ham mehmonxona ekan. Darvozadan kirganda chap qo'limizdagi xona. O'zini mayta yotoqxonasi bor ekan. Mana do'stlar. Kerakli jihozlar olib chiqib ketiladi. Darvozaxonadan kirganda shu chap qo'ldagi oshxonasi ekan. Oshxonani ham o'ziga yarasha chiroyli qilib qurilgan ekan did bilan. Bu tomonda o'zining sanuzeli, prachki xonasi bor ekan. Do'stlar. Do'stlar, bu uyimizning narxi 210 ming narx aytilyapti. Kelishadigan joylar bor. Kanalga obuna bo'lib, podpiska bo'linglar. Pastga nomerlar qo'yib qo'yaman. Shu nomerlarga telefon qilib, batafsil o'zlaring narxlarini kelishib olsalaring bo'ladi.